bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. Pensionerlarga pensiya yoki nafaqa bo'yicha ortiqcha to'langan pullarni qaytarish talablari kelishni boshlagan bo'lsa, kimlar bu pullarni qaytaradi? Kimlar qaytarmasligi mumkin? Qaysi holatda talab qonuniy, qaysi holatda esa pensioner o'z huquqini himoya qilishi kerak? Bu mavzu faqat bugun xat olgan odamga emas, har bir oilaga tegishli, chunki deyarli har birimizning uyimizda pensioner ota-onamiz, bobo buyimiz yoki nafaqa oladigan yaqinimiz bor. Ma'lumotni oxirigacha eshiting. Chunki bitta noto'g'ri imzo, bitta e'tiborsizlik, bitta tushunmasdan berilgan rozilik keyin o'ylab. Hatto yillab pensiyadan ushlab qolinishiga sabab bo'lishi mumkin. Kanalga hozirroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bu yerda oddiy odam tilida, lekin mutaxassis sifatida eng muhim joylarini ochib beraman. Avval ko'pchilik pensionerlar pensiyasi kartaga tushsa, shu pul mening qonuniy pulim deb o'ylardi. Pensiya tayinlangan, miqdori belgilangan, har oy keladi. Demak, davlat hisoblab bergan. Oddiy pensioner hisob-kitob formulalarini bilmaydi. Staj qanday kiritilganini, ish haqi arxidan qanday olinganini, ustama va qo'shimchalar qanday qo'shilganini tekshirib o'tirmaydi. Bu tabiiy holat. Odam butun umr ishlagan. Qariganda tinch pensiyasini olishni xohlaydi. Lekin amaliyotda shunday holatlar bo'ladi. Pensiya tayinlashda yoki qayta hisoblashda hujjatda xato ketgan bo'lishi mumkin. Ish staji noto'g'ri kiritilgan bo'lishi mumkin. Ish haqi ma'lumotnomasi keyin haqiqiy emas deb topilishi mumkin. Pensionerning oilaviy yoki mehnat holatidagi o'zgarish o'z vaqtida ma'lum qilinmagan bo'lishi mumkin. Yoki kompyuter tizimida avtomatik hisoblashda ortiqcha summa chiqqan bo'lishi mumkin. Shundan keyin pensiya jamg'armasi yoki tegishli organ pensionerga sizga falon davrda ortiqcha pul to'langan, shu summani qaytaring degan talab yuborishi mumkin. Hozir nima o'zgardi? Hozir ma'lumotlar bazalari ko'proq bir-biriga ulanmoqda. Soliq, bandlik, fuqarolik holati, bank, nogironlik, o'lim, ish haqi, staj bo'yicha ma'lumotlar raqamli tartibda tekshirilmoqda. Oldin yillar davomida bilinmay qolgan holat hozir tizim orqali aniqlanib qolishi mumkin. Masalan, pensionerda ishlayotgan bo'lsa, ayrim turdagi qo'shimcha to'lovlar unga noto'g'ri berilgan bo'lishi mumkin. Yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan farzand o'qishni to'xtatgan, lekin to'lov davom etgan bo'lishi mumkin. Yoki nafaqa oluvchi shaxsning yashash joyi, daromadi, oilaviy tarkibi o'zgargan, lekin xabar qilinmagan bo'lishi mumkin. Ana shunday holatlar aniqlanganda talab xati keladi. Bu yerda eng muhim savol, davlat o'zi xato qilgan bo'lsa, pensioner nega qaytarish kerak? Mana shu savolning javobi hamma holatda bir xil emas. Men hozir sizga farqlarni aniq tushuntiraman. Birinchi holat, pensioner o'zi noto'g'ri ma'lumot bergan bo'lsa. Agar odam pensiya tayinlash yoki nafaqa olish uchun ataylab noto'g'ri hujjat topshirgan bo'lsa, masalan, soxta ish staji, noto'g'ri ish haqi ma'lumotnomasi, yashirilgan daromad, yashirilgan ish joyi. Oilaviy tarkib bo'yicha noto'g'ri ma'lumot bergan bo'lsa, bu holatda ortiqcha olingan pulni qaytarish talabi kuchli asosga ega bo'ladi. Bunday vaziyatda men bilmaganman deyish har doim ham yordam bermaydi. Chunki hujjatni odamning o'zi topshirgan bo'ladi. Oddiy misol keltiraman. Bir kishi pensiyaga chiqayotganda 32 yil staj ko'rsatgan, lekin keyinchalik tekshiruvda 5 yil staj bo'yicha ma'lumotnoma arxivda tasdiqlanmagan. Shu 5 yil hisobiga pensiya oyiga 2,5 ming so'm ko'proq chiqib kelgan. Agar bu holat 24 oy davom etgan bo'lsa, umumiy ortiqcha to'lov 6 million so'm bo'ladi. Agar hujjatni pensioner o'zi olib kelgan va u haqiqiy emasligi aniqlansa, jamg'arma shu 6 million so'mni qaytarishni talab qilishi mumkin. Bu yerda pensioner men pulni ishlatib bo'ldim desa ham masala o'z-o'zidan yopilmaydi. Ikkinchi holat, pensioner o'z hayotidagi muhim o'zgarishni xabar qilmagan bo'lsa, ayrim nafaqalar va qo'shimcha to'lovlar shartga bog'langan bo'ladi. Masalan, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan talaba kunduzgi o'qishda o'qiyotgani uchun pul oladi. Agar u o'qishni tashlab ketgan bo'lsa yoki sirtqi ta'limga o'tgan bo'lsa, ayrim hollarda to'lovni davom ettirish mumkin emas. Lekin bu haqda vaqtida xabar berilmasa, pul kelaveradi. Keyin tekshiruvda aniqlansa, falon oyda o'qishdan chetlashtirilgan ekansiz, lekin yana 8 oy pul olgansiz deb talab keladi. Masalan, 20 yoshli yigit otasidan ayrilganligi sababli o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. Oyga 9 ming so'm tushadi. U sentabrda o'qishdan chetlashtirilgan, lekin oilasi bu haqda xabar bermagan. To'lomay oyigacha davom etgan. 9 oyga 8 million 100 ming so'm ortiqcha to'lov chiqadi. Bu pulni qaytarish talabi kelishi mumkin.
Chunki to'lovning asosiy sharti yo'qolgan. Uchinchi holat, pensioner ishlashni boshlagan yoki ishlashni davom ettirgan, lekin bu ayrim to'lovlarga ta'sir qilgan bo'lsa, odatda yoshga doir pensiya olayotgan odam ishlashi mumkin. Bu hamma joyda pensiya to'xtaydi degani emas. Lekin ayrim ustamalar, kompensatsiyalar yoki alohida nafaqalar ishlash holatiga bog'liq bo'lishi mumkin. Shuning uchun odam men ishladim, demak pensiyamni butunlay qaytaramanmi deb vahimaga tushmasligi kerak. Yo'q, masala konkret to'lov turiga bog'liq. Talab xatida aynan qaysi to'lov, qaysi davr, qaysi sabab bilan ortiqcha berilgani yozilishi kerak. 4-holat. Davlat organi yoki tizim xatosi bo'lgan bo'lsa, mana bu juda muhim. Agar pensioner barcha hujjatlarni to'g'ri bergan, hech narsani yashirmagan, o'z vaqtida xabar bergan. Lekin pensiya jamg'armasi xodimi yoki tizimning o'zi noto'g'ri hisoblab ortiqcha pul to'lagan bo'lsa, bunday holatda pensionerning aybi bor yo'qligi alohida baholanadi. Har qanday ortiqcha to'lov avtomatik tarzda pensioner albatta qaytaradi degani emas. Ayniqsa pensionerda firibgarlik, aldash, soxta hujjat, qasddan yashirish bo'lmasa, u o'z huquqini himoya qilishi kerak. Misol, pensioner 25 yil staj bilan pensiyaga chiqqan. Hamma ma'lumotlar elektron bazada bo'lgan, lekin hisoblashda koeffitsient noto'g'ri qo'llanib, o'yiga 1 ming so'm ortiqcha to'langan. Pensioner bunga aralashmagan, hech qanday qo'shimcha hujjat bermagan, hisob kitobni o'zi o'zgartirmagan. Oradan 3 yil o'tib 6 million 1 ming so'm qaytaring deyishdi. Bunday vaziyatda pensioner darhol xo'p deb imzo qo'ymasligi kerak. Avvalo yozma asos talab qiladi. Xato kim tomonidan qilingan, qaysi hujjatga ko'ra, qaysi formula bilan, pensionerning aybi nimada? 5-holat, bank kartasiga o'lgan pensioner nomidan pul tushib turgan bo'lsa. Bu eng nozik va amaliyotda ko'p uchraydigan holatlardan biri. Agar pensioner vafot etgan, lekin qarindoshlar uning kartasidan keyingi oylarda pul yechib olgan bo'lsa, bu pullarni qaytarish talabi juda jiddiy bo'ladi. Chunki vafotdan keyin pensiya to'lash tartibi alohida belgilanadi. Va odam vafot etgach uning nomiga keyingi oylar uchun tushgan pensiyani qarindoshlar bemalol ishlatib yuborishi mumkin emas. Masalan, bu 10 mart kuni vafot etdi. Pensiya kartasiga aprel, may, iyun oylarida ham 1 million 500 ming so'mdan tushdi. Navir kartani bilgan, pulni yechib oilaviy xarajatlarga ishlatgan. Keyin organlar bu vafot etgani bazadan aniqladi va 4 million 500 ming so'mni qaytarishni talab qildi. Bu yerda biz DAF marosimiga ishlatdik degan gap hamma summani avtomatik yopmaydi. DAF nafaqasi, meros. Vafot oyidagi to'lovlar bo'yicha alohida tartib bor. Lekin vafotdan keyingi asossiz olingan to'lovlar ko'pincha qaytarilishi kerak bo'ladi. 6-holat, pensionerning o'zi bilmagan holda qarindoshi pulni olgan bo'lsa. Masalan, pensioner kasal, kartasi o'g'lida yoki kelinida. Pensiya tushadi, lekin keyin ortiqcha to'lov aniqlanadi. Davlat odatda to'lov oluvchi sifatida pensioner nomini ko'radi. Ammo agar pulni boshqa shaxs noqonuniy ishlatgan bo'lsa, oilaviy ishki masala ham paydo bo'ladi. Pensioner men olmaganman, o'g'lim olgan desa, buni isbotlash kerak bo'ladi. Karta kimda bo'lgan, pul kim tomonidan yechilgan, bankomat videosi, telefon xabarlari, guvohlar. Shuning uchun men doim aytaman, pensioner kartasi bu oddiy plastik emas. Bu huquqiy javobgarlikka sabab bo'ladigan moliyaviy vosita. Birinchi nozik jihat, og'zaki gapga ishonmang. Sizga ortiqcha pul to'langan. Ertaga kelib ariza yozing deyishdi. Pensioner qo'rqib boradi, pensiyamni kesib tashlashmasin deb o'ylaydi va roziman, pensiyamdan ushlab qoling deb yozib beradi. Keyin esa ma'lum bo'ladiki, summa noto'g'ri hisoblangan yoki da'vo muddati, ayb masalasi, hujjatlar to'liq o'rganilmagan. Shuning uchun har doim yozma talabni so'rang. Talabda organ nomi, sana, ortiqcha to'lov davri, summa, sabab, huquqiy asos va hisob kitob bo'lishi kerak. Ikkinchi nozik jihat. Ortiqcha to'lov bor degani hali hammasini bir yo'la to'laysiz degani emas. Agar talab qonuniy bo'lsa ham pensionerning moddiy ahvoli inobatga olinishi mumkin. Ko'p hollarda pul pensiyadan ma'lum foizlarda ushlab qolinadi yoki bo'lib qaytarish masalasi ko'riladi. Lekin bu bo'yicha pensioner yozma ariza berishi kerak. Masalan, 2 million so'm qarz chiqdi. Pensioner oyga 2 million so'm pensiya oladi. Uyda dori-darmon xarajati bor. U birdaniga 12 million to'lay olmaydi. Bunday holatda men qarzni tan olaman, lekin moddiy ahvolim sababli oyma-oy ushlab qolish tartibini belgilab bering deb murojaat qilish mumkin. Agar esa pensioner qarzni tan olmasa, u holda arizada qarzni tan olmayman, hisob kitobni qayta tekshiring deb aniq yozish kerak. Bu ikki ariza mazmuni bir-biridan farq qiladi.
Uchinchi nozik jihat davom muddati va davr masalasi. Har bir talabda qaysi davr uchun pul so'ralayotgani muhim. Ba'zan odamga 5 yil, 7 yil oldingi to'lovlar bo'yicha talab kelishi mumkin. Bunday holatda mutaxassis bilan maslahatlashish kerak. Chunki ortiqcha to'lov qachon aniqlangan, kimning aybi bilan yuzaga kelgan, qachondan boshlab talab qilish mumkinligi huquqiy baholashni talab qiladi. Men tomoshabinlarga bitta narsani maslahat beraman. Eski davr uchun katta summa so'ralsa, hech qachon birinchi kundanoq roziman deb yozmang. Avval hujjatlarni oling, keyin tahlil qiling. 4-chi nozik jihat. Soxta hujjat bilan oddiy xatoni aralashtirmang. Agar kimdir ataylab soxta ma'lumotnoma tayyorlagan bo'lsa, bu juda jiddiy. Lekin arxivdagi familiya bitta harf bilan xato yozilgan. Eski mehnat daftarchasida muhr noaniq, tashkilot nomi o'zgargan, elektron bazada staj ko'rmay qolgan bo'lsa, bu avtomatik ravishda pensioner aybdor degani emas. Ko'p pensionerlar Sovet davrida yoki to'min yillarda ishlagan, o'sha paytdagi hujjatlar sifatida har xil bo'lgan. Shuning uchun har bir holat alohida ko'riladi. 5-chi nozik jihat qayta hisoblash hamma vaqt qarz degani emas. Ba'zan tekshiruvdan keyin aksincha pensionerga kam to'langan summa aniqlanishi mumkin. Masalan, bir ayolning 3 yil bolani parvarish qilgan, davri stajga kiritilmagan yoki zararli mehnat sharoitidagi davri hisobga olinmagan. Natijada u yillar davomida kam pensiya olgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun pensiya organiga borganingizda faqat himoyalanish emas, balki o'zingizning foydangizga bo'lishi mumkin bo'lgan hujjatlarni ham tekshirtiring. 6-chi nozik jihat. Talab kelganini yashirmang. Ayrim pensionerlar farzandlariga aytmaydi, ularni bezovta qilmay deydi. Keyin muddat o'tadi, ushlab qolish boshlanadi yoki sudga material ketadi. Men oilalarga aytaman, bunday xat kelsa, uni uyda muhokama qiling. Bu uyat emas. Bu huquqiy va moliyaviy masala. Ayniqsa pensioner yosh katta bo'lsa, eshitishi, o'qishi, tushunishi qiyin bo'lsa, unga yordam berish kerak. Amaliy maslahat, nima qilish kerak, qayerga borish kerak, qanday hujjat yig'ish kerak, endi eng kerakli qismiga o'tamiz. Agar sizga yoki yaqin pensioneringizga pulni qaytarish talabi kelgan bo'lsa, birinchi qadam xatni diqqat bilan o'qing va nusxa qiling. Asal nusxani yo'qotmang. Xatda sana, raqam, imzo, muhr, summa, davr va sabab bormi tekshiring. Agar xat telefon orqali aytilgan bo'lsa yoki og'zaki chaqirish bo'lsa, iltimos yozma talab bering deng. Ikkinchi qadam. Pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga yozma ariza bilan murojaat qiling. Arizada shunday mazmun bo'lishi mumkin: menga nisbatan ortiqcha to'lov hisoblanganligi aytilmoqda. Ushbu ortiqcha to'lovning batafsil hisob-kitobini, qaysi davr uchun, qaysi hujjatlar asosida, qaysi normaga ko'ra aniqlanganini yozma ravishda taqdim etishingizni so'rayman. Bu juda oddiy, lekin juda kuchli qadam. Chunki siz og'zaki bahs qilmayapsiz, hujjat so'rayapsiz. 3-chi qadam. O'z hujjatlaringizni yig'ing. Mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar, pensiya tayinlanganligi haqidagi qaror, oldingi qayta hisoblash hujjatlari, bankdan pul tushumlari ko'chirmasi, nogironlik bo'yicha hujjatlar, o'qish joyidan ma'lumotnoma, oilaviy tarkib hujjatlari, vafot etgan shaxs bo'yicha o'lim guvohnomasi, meros hujjatlari kerak bo'lishi mumkin. Qaysi holat bo'lsa, o'sha holatga mos hujjat yig'iladi. 4-chi qadam, sababni aniqlang. Agar sabab staj noto'g'ri bo'lsa, aynan qaysi yillar chiqarib tashlanganini so'rang. Agar sabab ish haqi noto'g'ri bo'lsa, qaysi tashkilot ma'lumotnomasi rad etilganini biling. Agar sabab o'qish to'xtagan bo'lsa, o'qishdan chetlashtirilgan sana va to'lov davrini solishtiring. Agar sabab vafotdan keyin to'lov bo'lsa, vafot sanasi, oxirgi qonuniy to'lov sanasi va kartadan yechilgan sanalarni tekshiring. Ko'p xatolar aynan sanalarda bo'ladi. 5-chi qadam, hech narsaga tushunmasdan imzo qo'ymang. Sizdan qarzni tan olaman, ixtiyoriy qaytaraman, pensiyamdan ushlab qolishga roziman degan mazmunda ariza yozishni so'rashlari mumkin. Agar hammasi aniq, hisob-kitob to'g'ri, siz ham rozi bo'lsangiz, bu boshqa masala. Lekin agar shubha bo'lsa, avval hisob-kitobni olaman, maslahatlashaman, keyin javob beraman deyishga haqqingiz bor. Imzo bu shunchaki rasmiyatchilik emas. Keyingi jarayonlarda katta ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. 6-chi qadam, e'tiroz yozing. Agar siz talabni noto'g'ri deb hisoblasangiz, yozma e'tiroz bering. E'tirozda hech tuyg'u emas, fakt yoziladi. Masalan, men pensiya tayinlash vaqtida barcha hujjatlarni to'liq va to'g'ri taqdim etganman. Ortiqcha to'lov mening aybim bilan yuzaga kelmagan. Talab qilingan summa bo'yicha batafsil hisob-kitob berilmagan.
Shu sababli ushbu talabni qayta ko'rib chiqishingizni so'rayman. Agar qo'shimcha hujjat bo'lsa, ilova qiling. 7-qadam, yuqori tashkilotga yoki sudga murojaat qilish imkoniyatini unutmang. Agar tuman bo'limi javobi sizni qoniqtirmasa, yuqori turuvchi organlarga murojaat qilish mumkin. Zarurat bo'lsa, sud tartibida ham masala ko'riladi. Sudga borish hamma vaqt janjal degani emas. Ba'zan aynan sudda hujjatlar to'liq tekshiriladi. Kim aybdorligi, summa to'g'riligi, ushlab qolish tartibi aniqlanadi. 8-qadam, agar talab qonuniy bo'lsa, vaziyatni cho'zmang. Men faqat qarshilik qiling demayman. Agar haqiqatdan ham ortiqcha pul sizning aybingiz bilan olingan bo'lsa, masalan, o'qish to'xtaganini yashirgansiz, vafot etgan qarindosh kartasidan pul yechgansiz, ishlash holatini yashirgansiz yoki noto'g'ri hujjat bergansiz. Unda masalani tartibli hal qilish kerak. Bo'lib to'lash, pensiyadan ushlab qolish miqdorini kelishish, jarayonni hujjatlashtirish eng to'g'ri yo'l bo'ladi. Chunki yashirish yoki xatga javob bermaslik keyin qo'shimcha muammolar keltirishi mumkin. 9-qadam, kelajakda bunday holat takrorlanmasligi uchun har bir o'zgarishni vaqtida xabar qiling. Pensioner ishga kirsa, ayrim nafaqa oluvchi o'qishni to'xtatsa, nogironlik guruhi o'zgarsa, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasiga asos bo'lgan holat o'zgarsa, yashash joyi yoki bank rekvizitlari o'zgarsa, tegishli organga murojaat qiling. Hamma o'zgarish pensiyani kamaytiradi degani emas, lekin xabar bermaslik keyin ortiqcha to'lov degan muammo keltirishi mumkin. 10-qadam, oilada pensioner kartasi va hujjatlarni tartibga soling. Karta parolini hammaga aytib qo'yish. SMS xabarnomani boshqa odam telefoniga ulash, ishonchnomasiz pul yechishgan katta muammo bo'lishi mumkin. Agar pensioner o'zi bora olmasa, qonuniy ishonchnoma rasmiylashtirish, bank amaliyotlarini tartibli qilish, har oy tushgan pulni nazorat qilish kerak. Ayniqsa vafot holatida kartadan pul yechishga shoshilmang. Avval tegishli tartibni so'rang, dafn nafaqasi va meros masalasini qonuniy yo'l bilan hal qiling. Demak, pensionerga pulni qaytarish talab kelsa, darhol vahimaga tushish ham kerak emas. Beparvo qarash ham kerak emas. Eng muhim savollar shular. Ortiqcha to'lov nima sababdan yuzaga kelgan? Pensionerning aybi bormi? Qaysi davr uchun hisoblangan? Summa qanday chiqarilgan? Yozma asos bormi? Hujjatlar to'liqmi? Agar pensioner noto'g'ri ma'lumot bergan yoki muhim o'zgarishni yashirgan bo'lsa, pulni qaytarish talabi qonuniy bo'lishi mumkin. Agar xato davlat organi yoki tizim tomonidan bo'lgan, pensioner esa hech narsani yashirmagan bo'lsa, u holda o'z huquqini himoya qilish kerak. Sizdan iltimos, bu mavzuga befarq bo'lmang. Agar yaqinlaringiz orasida pensioner bo'lsa, ularga bu ma'lumotni tushuntiring. Izohlarni yozing. Sizga yoki tanishlaringizga shunday talab xati kelganmi? Qaysi sabab ko'rsatilgan? Masala qanday hal bo'lgan? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Chunki men keyingi videolarda ham pensiya, nafaqa, hujjatlar va fuqarolarning huquqlari bo'yicha eng kerakli ma'lumotlarni oddiy tilda tushuntirib boraman.